Assalomu alaykum do'stlar. Hech farqi yo'q Doniyor. Mini Deshnobolet kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun biz mana shu qishloqda qanday qilib oddiy qishloq zerikarli, to'g'rimi? Lekin bu parkurli qishloq desa ham bo'ladi. Hop, birinchi bob do'stlar nima qilamiz? Birinchi bob kompotning uyiga kiramiz. Hop do'stlar, mana kirdik. Endi sandiqdagi bor narsalarni olamiz. Keyin bo'lib chiqib ketamiz. Olganimizdan keyin do'stlar, mana bu yerda hech kim bilmaydi. Agar ukangiz yoki akangiz bilan o'ynayotganingizda mana shu yerga kelasizlar-da, mana shu pulli joyga. Aka yoki uka keling, deb undoqqa kirib qolsanglar, ko'rdinglarmi? Chiqib ketadi. Bu Joker sog'mi bilmayman, shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Hop, qanday qilib parkur quramiz desangiz, mana hozir qurib beraman. Albatta bu survival do'stlar. Albatta obuna bo'ling va like bosing. 80 taga oz qoldik do'stlar. 5 tacha yetar. Yetmaydimi? Yetmaydi. Somon ham kerak. Somondan keyin hell ball degan bunaqa nima desa bo'ladi. Hell ball degan somonni blokini yasab olamiz. Hop, birinchi bo'lib do'stlar, mana shu yerdan boshlay qolaylik. Do'stlar, mana bu yerga chiqasiz, keyin bu yerga chiqasizda va do'stlar yog'ini o'zingiz qurasiz desam ishonasan. Hazır. 5 ta, 6, 7 ta, 5 ta, 2 tane. Hop do'stlar, endi hell bell degan blokni nima desangiz